Umaviylar xilofatining oxiri, Abbosiylar xilofatining dastlabki mezgillarida islom davlatining Sham, Mag'rib, Andalus diyorlari islom fiqhisini bilish va Rasulullohning hadislarini rivoyat qilishda mashhur bo'lgan nurg'unlagan faqihlar va muhaddis olimlar bilan to'lib ketgan bo'lib, o'xshash bir davrda bir davlatning o'zida bir qanchadan mujtahid faqihlar chiqqan edi. Ularning ba'zisining mazhablari bugungi kunimizga qadar tarqalib, bizgacha yetib kelgan bo'lsa-mu, yana ba'zi olimlarning ko'z qarashi va mazhabi yetib kelmagan. Bugun sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lgan olimimiz bo'lsa, o'z zamonsidagi Sham diyorining ulamosi, mujtahid, faqih, muhaddis Imom Avza'i rahimahullohdir. İmam Avza'i rahimahullohning to'liq ismi Abdurrahman ibn Amr ibn Yuhmat al-Avza'i bo'lib, hijratning 88-yili bugungi Lubnonning Ba'labakka shahrida dunyoga kelgan. Imom Avza'ining bolalik hayoti yetimlik va nomrodlik ichida o'tgan bo'lib, kichik vaqtida onasi u kishini olib Beyrutga borib yerlashdi. Imomning Avza'i degan ismi oilasi ilgari yashagan mahallaning ismi bo'lib, bu kishi mushu ism bilan mashhur bo'lib tanilgan. İmam Avza'i ilm elishni Yamamaga borgan safarida mashhur muhaddis Yahya ibn Abi Kasirni uchirtish bilan boshlaydi. Shundan keyin Imam Avza'ining ilm hayoti Makka mukarrama, Madina munavvarada, Sham, Dimashq, Kufa va Basra qatorliq islom davlatlarining orasida o'tdi. Imam Avza'i o'z zamonsidagi eng mashhur olimlarni va eng donglik muhaddislarning ustod tutdi. U kishi Yahya ibn Abi Kasir, Ato ibn Abi Rabah ve Abu Ja'far Muhammad al-Baqir, Ömer ibn Shuayb, Makhul, Qatada, ibn Shihab az-Zuhri ve başka nurgun ulamolardan ilim algan edi. İmam Avza'i Sham ve Hijazning ilimlerini o'ziga jamlagan bir kishi bo'lib, 25 yoshida ilim so'rini qurgan ham nihoyatda tezla atrofiga nurgun o'quvchilar to'planishga boshlagan. Imam Avza'i shu vaqtdan tortibla fatvo berish saviyasiga yetgan bo'lib, 70 mingdan ko'p masalaga fatvo berganligi xotirlangan. Imam Avza'ining fiqh va boshqa masalalardagi mustaqil ko'z qarashlar tarqalib, aynı zamanda İmam Avza'ining mazhabi shakllanib, Andalus va Sham diyorlarida tarqalgan. Biz boshqa mazhab olimlarining fiqh kitoblarini o'qigan vaqtimizda İmam Avza'i bu masalada mundaq deydi degandek İmam Avza'iga nisbat berilgan ko'z qarash va fatvolarni uchirtib turadigan bo'lsak-mu, ammo bugungi kunimizga qadar İmam Avza'ining mazhab metodi va mazhabdagi ko'z qarashlari bizlarga to'liq yetib kelmagan. Islom olimlari va tarixshunoslar İmam Avza'ining mazhabining bizlarga yetib kelmaganligi haqida xilma-xil ko'z qarashlarni bayon qilgan bo'lib, uning eng muhimlaridan biri İmam Avza'ining 70 ming savolga fatvo berganligi va u kishi tomonidan fiqh kitoblar va hadis to'planmalari yozilganligi so'zlangan bo'lsa-mu, afsuski hijratning 130-yili Shamda yuz bergan Zamnatur Rijfa deb ataladigan cho'ng ofatdan imomning kitoblarining ko'pinchisi kuyib ketgan. Shu sababdan Imom Avza'iga nisbat berilgan fiqh va ilmiy asarlarning ko'pinchisi bizlarga yetib kelmagan. Yuqorida deb o'tganimizdek, Imom Avza'i yashagan davr olim ulamolar bilan to'lgan bo'lib, Malik ibn Anas, Sufyan as-Savri, Hasan Basri, Muhammad ibn Sirin, Ja'far as-Sodiq, Imom Azam Abu Hanifa, Lays ibn Sa'd qatorliq shu asrning eng mashhur giganot olimlari bilan zamondosh bo'lib yashagan. Imom Avza'i Imom Azam Abu Hanifa bilan ilmiy munozaralarni olib borgan. U kishining zamondoshlari va boshqa katta olimlar u kishi haqida nihoyat yaxshi baholarni berishgan bo'lib, Imom Malik bu kishi haqida mundaq deydi: Avza'i agishga arziydigan katta imomdir. Sufyan ibn Uyayna mundaq deydi: Avza'i zamonimizning imomidir. Valid ibn Muslim mundaq deydi: Men ibodat qilishda Avza'idan bakrak tirikchilik ko'rsatgan birini ko'rib baxmadim. U kishi har vaqt bomdod namozini o'qib bo'lgandan keyin toki kun chiqqanga qadar masjidda o'ltirib Allohni zikr qiladi. Ondan fiqh va hadis darslari bilan mashg'ul bo'ladi. İmam Shafi'i mundaq deydi: Men İmam Avza'idan bakrak hadisni tushunadigan birini ko'rib baxmadim. Taqvodor, mujtahid, olim İmam Avza'i hijratning 157-yili Safar oyining 28-kuni o'z uyida vafot bo'ldi. U kishining janozasiga butun Sham ahli qatnashdi. Hasan ibn Jarir mundaq deydi: İmam Avza'ining janozasiga musulmonlardan boshqa yana nurg'unlagan Yahudilar, Nasoralar va Qibtilar qatnashgan. Shundaqla u kishining vafotiga musulmonlarla emas, shu vaqtdagi butkul avom xalq qayg'urgan. Alloh taolo İmam Avza'idan rozi bo'lsin. Shundaqla yuqorida tilga ilingan yoki ilinmagan, mazhablari tarqalgan yoki tarqalmagan barcha imomlardan rozi bo'lsin.